Urushga borligidan xursandman. U ancha foydali, men uchun shifo. Chunki mushugim shu paytlarda, ayniqsa oshxonada yurganimda g'azablantirib, "Nima qilamiz? Men va sen, biz! Mushukcha, meni aqldan ozgan deb o'ylama, kallangni ishlat, tupoy!" U qarab turadi, nimadir tushunadi shekilli. U men ustimda yotadi, men voy, bunchalar qiyin. Men shunday deyman. U menimcha hammasini tushunadi. Har safar o'ylayman, rostdan ham mushugimni sevamanmi? Rostdan ham bu maxluqni sevamanmi? Bu mumkinmi? Chunki men har doim tashqariga chiqmoqchi bo'lib, eshik oldiga kelganimda va chiroqlarni o'chirganimda uni o'ylayman. Xullas shunday, tamom. Xayr mushukcha, men uydan ketyapman. Bugun uyga qaytamanmi, yo'qmi, kim bilsin? Xo'sh, nima deysan? Ha, uyda ovqat bor. Lekin u uzoqqa yetmaydi. Mushukcha, oshxonada ovqat xaltasi ham bor, lekin uni olish uchun kerak. Mana bunaqa qo'llar. Lekin senda ular yo'q. Shuning uchun sen o'rningda bo'lganimda, qolgan kunlarga ovqatni taqsimlab, men qaytib kelib chiroqlarni yoqishimni va shu bilan hayoting ma'nosini qaytarishimni duo qilib so'rardim. Eshityapsanmi? Mushukcha! Mana bu haqiqiy sevishganlar.